turnirni o'zlari mezbon sifatida o'tkazayotgan turnirni g'alaba qozonib yakunlashni istashadi. Bunga mana bu yigitlar qarshilik qilishadi va bu rejani buzishadi deb ishonamiz. Yashil formada yaxshi. Sarsenbayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonishi mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Og'riq his qilyapti chog'i. Sariqmi? Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek u yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Balki var ko'rib bekor qilishi ham mumkin, shuning uchun kutaylikchi, mana referi ham aytayapti. Ko'ryapti. Tekshiramiz. Mayli. Mana bunday harakat kerak emas, Sodiqov. Xo'p, emotsiyaga berilmaymiz. Yo'q. Shumi? Bu bo'lsa lekin bu hech narsa emas. Hop, yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtib yubordi. Ya'ni agar qo'lini ushlab turib tirsak richagini tortganda, ana uni deb qo'shilsa bo'lardi, lekin bu yerda bu inersiya bilan harakatlar emasmi endi? Yo'q, menimcha bekor qilinadi, sariq kartochka beriladi. Ha, ozgina intizomni buzdi, lekin unaqa jarohat yetkazadigan qo'rqinchli harakat qilgani yo'q. Bu qizil emas. Finalda bu qizil emas. Balki yordam o'sha assistentlar shuni tushuntirishayotgandir. Yaponiya va xo'p, men o'sha atayinlikni izlayapman. Atayin harakat qilmagandek. Avstraliya va yaponiyalik mutaxassislar o'tirishibdi. Qaror qolyapti menimcha. Ha? Nima bo'ldi? Qolyapti. Qizilni qoldirdimi? Ha, do'stlar, kutilmaganda Sarsenbayev qizil kartochka olib maydonni tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Xo'p, bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing uyog'iga javob beraverasan deyapti. Ha, Ismoilov tushunish mumkin uni. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev musobaqani zo'r o'tkazdi. Bu yerda boya aytib o'tilgandek, musobaqa to'purari bor. Hujum ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor. O'sha raqibda imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqarida edi. Endi buni skop. Nima bu do'stlar? So'nggi umid goli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Hakamga. Endi bu yerda mumkin birinchidan ofsayd bo'lishi mumkin. Birinchisi. Endi bunisi to'pga tegmabdi-da. To'pga tegmabdi. Yo'q, endi unisi gaplashyapti. Bir taymni o'ynab bo'ldik. Qo'shimcha taymlar yo'q. Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarni yutib ketamiz nasib. Mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar ularda finallarda bunaqangi holatlar yuzaga kelishi o'zi kam uchraydi. Ikkita qizil o'ziga biroz to'g'rilab olgan bo'lishi mumkin futbolchi. Notabiiyda qo'l aynan yo'naltirilyapti. Kengaytirilgan. Agar tekkan bo'lsa bu penalti do'stlar. Endi hozir 100% aytish qiyin bo'lyapti. To'p yo'nalishi o'zgardimi yo'qmi? Siz qanday qaror qabul qilasiz? 4 burchak chizadi. Hali ham penalti! Kurashamiz. Kim? Ko'rsatyapti. Muhammad Alini aytdimi?
Musaxonov yo'q, Muhammad Habibullayevni aytdi menimcha. Muhammad Habibullayevni aytdi. Xo'p, 10-raqamdagi Muhammad Habibullayevni alohida namoyish etishdi ham. Islombek Ismoilov, umidimiz paydo bo'lyapti, faqat Ijroiyev to'purar. Ortda Habibullayev adashmasam va to'p oldida himoyachi Hakimov. Muhammad Hakimov ekan. Mana bu qiziq. Ikkita variantni ko'rdik, lekin uchinchisi va uchinchi raqam juda kerak bizga. Lekin hayajonlanma, Muhammad Hakimov. sen uchun biz hayajonlanamiz, sen hayajonlanma. Zarba! Gol! Do'stlar, 1-0 O'zbekiston oldinda. mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qandaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana nima uchun sabr qilish kerak, qiyinchilik payt va kurashish kerak uni yengib o'tish uchun. Lekin asablaringga qoyil Muhammad. Boya murabbiy Muhammad dedi-da, endi hujumdagilarni nazarda tutiladi-yu. Mana. Demak, Hakimov nazarda tutilgan. Ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'ydi. Ichkariga qaytardikmi? Qaytaryapmiz. Yana bitta. Voy! Super seyv! Rustamjonov. Va mana o'ynash kerak do'stlar. Ha, 70. Saudiya hujum tashkil etyapti. Said ichkariga qaytardikmi? Qaytaryapmiz. Yana bitta. Voy! Super seyv! Rustamjonov. Va mana o'ynash kerak do'stlar. Ha, 70-daqiqaga yaqinlashyapmiz. 1-0. 9 futbolchi o'ynayapmiz. 9 do'stlar. Bu yoqda 11 futbolchi. Ular mezbon, minglab muxlislar. Hozir energiya kerak futbolchilarimizga. O'zi g'alaba qozonsak tarixiy bir ajoyib natija bo'ladi, lekin bunaqa tarix yozish endi albatta o'zgacha zavqli bo'ladi. Faqat buning uchun yigitlar haqiqiy qahramonlik ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Ishonch bor bunga. Qani seyv, yana oddiysa, avvalgilari oldida hech narsa emas. Bugun aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Darhol hujumga. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozalash. Gol! Mana Hasanov bizda Hasanov o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar. 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov. Hasanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlari orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ram, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Go'zal. Va yana bitta. Oyoqlar orasidan. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun dedi. Shunday. Mashhur filmda. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganmiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turgandek, bunaqa g'alaba qozonish zavqli bo'ladi. Mayli. Diqqatni yo'qotmaymiz, hali vaqt bor. Hali kurashamiz. Yigitlar. Endi bari Saudiya risk qilib bo'lsa ham oldinga boradi. Indamo mehnati bu. Murabbiylar shtabi. Aliyev orasida 3-golni urishga sol qoldi, darvozaboni qaytarib qoldi-da, afsuski. Yorib tashladi. Bu ham qaytardi. Hasanovning goliga raqobatchi bo'ladi. Gol bilan ishlar. Birgalikda, shuni qaytarib olaylik bo'ldi. Qaytaramiz. Qaytarib olaylik, tepib yuboramiz. O'sha siz aytganingiz, bo'ydor futbolchi. Bekor tushirmadi. bekor tushirmadi. Murodov edi bu. Bo'ldi, tugadi vaqt. Vaqt Endi nima bo'lsa ham bizda do'stlar. Xo'p.
Bu shunaqa o'yin do'stlar. Olqishlab qo'yadigan o'yin. Futbolchilar turib berishdi. Hakam hushtak chalishga tayyorlanayotgandi. Tepib yubor, out. Ha? O'zgarish bo'ldi-da, hozir beradi ozgina. Ozgina beradi. Yoki yo'qmi? Qatarlik yarim daqiqa, ya'ni yarim daqiqa beradi, qancha beradi? o'tib bo'ldi. Qaradi. Bo'ldi. Yordam bera olmaydi boshqa. Islombek Ismoilov. Uzatma. Rustamov, ramziy yakun. Katta g'alaba. Boyay. Qosh qoqib qo'ydi. Voy Rustamjonov, Rustamjonov. O'zbekcha futbol. Mana sizga qanaqa bo'ladi bu? Biz tomonga bir qarab qo'y. Mana shunday. O'zbekiston G'alaba! Do'stlar! Chempionlik! Tabriklang! Yoningizda kim bo'lsa tabriklang! Qahramonlik bilan va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voy do'stlar, qanday tarix yozildi bu futbolchilar, boshqacha futbolchilar. Osiyoda mana shunday g'alaba qozonishdi. 9 futbolchi bo'lib, bitta taym o'tkazishdi. 2 ta gol urishdi do'stlar. Bunaqasi umuman, masalan, necha yoshli futbol muxlisiz sizga savol. Ko'rganmisiz shunaqasini? Ko'rgan bo'lsangiz yozing. O'zbekiston o'smirlar yoshlar terma jamoasi bilan bu yuz beryapti. Va biz buni jonli efirda hayajon bilan, mana rostdan ham butun turnirdagi hayajonimizni bugun chiqarib tashlab, lekin bu qanaqa hayajonlar edi? Albatta boshida qayg'uga tushdik, lekin ikkinchi taymda qanchalik burilib o'zgarib ketdi. 2 ta gol urdik. Oxirgi sekundlargacha yotib olmasdan qanaqadir bir futbolga aloqasi bo'lmagan qiliqlarsiz toza o'ynab, toza g'alabaga erishdik. 2 ta to'p farqi bilan. Aynan shunday. Barchaga mana shu bir g'alaba muborak bo'lsin do'stlar. Biz buni deyarli 1 oy kuzatdik, 1 oy tomosha qildik, 1 oy muxlislik qildik va ular har o'yinda, har daqiqada isbotlashdi chempionlikka munosib ekanligini. Humoyun Oripov edi bizning matbuot kotibimiz do'ppida. Respekt bu jamoani shakllantirgan, bu jamoada o'ynagan, bu jamoa atrofida bo'lgan barchaga respekt. Hurmatimiz muxlislarga va mana birlashib ketyapti muxlislar bilan futbolchilarimiz. O'zbek futboli rostdan ham 2025-yilda mana shu yilda ajoyib damlarni boshdan o'tkazyapti. Ha, haqiqatan ham tarixiy g'alaba. Buni hali ko'p tahlil qilinadi. Bu final ko'p o'rganib chiqiladi va bu bilasizmi, Orif, bitta narsa, mana bunday xarakter bu qon-qonimizga singib ketadi hali. Hech qachon taslim bo'lma, hech qachon kurashni to'xtatma, hech qachon umidni yo'qotma. Ulug'imsan, vatanim yangrayapti adashmasam. Sevara Nazarxonning asrlarga tatigulik hit qo'shig'i Muhammad Yusuf Saudiya Arabistonida g'alabaga bag'ishlab, bizning g'alabamizga bag'ishlab yangramoqda. Va bu jarayonni biz Sport telekanalida birgalikda hammamiz kuzatib bordik. Biz chempionmiz. We are the champions. Yo'q, buni Sevara aytmagan. Buni Sevara aytdi, Queen aytdi. Queen aytdi. Bizning qulog'imizga hamma narsa o'zbekcha bo'lib tuyulyapti. Undan oldin menimcha yangradi. Mayli. Aralashib ketdi hammasi. Jahon klassikasi, o'zbekona kuy qo'shiqlar, bu yog'i bayramga ulashib ketdi, ulanib ketdi. Nima desak ham hozir yarashaveradi. Yigitlar qahramonlar. Toifda, Saudiya Arabistonida mezbonni bunday ssenariy bilan hozir saudiyaliklar ham qarsak chalayotgan bo'lishi kerak agar haqiqiy chin muxlislar bo'lsa. Aytmoqchiyim, saudiyaliklar agar olqishlar bilan bizni qarshi olishsa, o'sha chiqayotganimizda, oltin medalni olishga chiqayotganimizda bu to'g'ri harakat bo'ladi. Ha do'stlar, bu bolalar boshqacha bolalar. Yangi O'zbekistonning yangi yoshlar jamoasi. Oltin avlod. Bu ham endi aniq oltin avlod. Katta bolalarga aylanishdi bugun. Osmondagi bolalarga aylanishdi. Aynan. Oldinda bizni taqdirlash marosimi kutmoqda. Sport telekanalida, Milliy teleradio kompaniyada oxirigacha olib boramiz. Qoling, oxirigacha qoling. Endi bunaqa g'alabalar har doim ham uchramaydi. Endi bu yog'iga aytayapman-ku, impuls borda, ta'sir kuchi. Mana milliy jamoamiz comebacklarni odat qildi va bu hamma avlodga o'tdi. Endi bu avlod
har qanday qiyin vaziyatda iroda namoyish etishni bir o'rnak sifatida bular hali ulg'ayishadi, bular hali o'sishi kerak. Albatta bu avlodni yo'qotmasligimiz kerak. Yaxshi, hozir tizimli yo'lga qo'yildi o'sha o'smi eng U14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 xullas Olimpiya terma uchrashuv qahramoni Hasanov. Do'ppilar bilan Sadriddin g'alaba bilan tabriklaymiz. Osiyo chempioni bo'lish degan sharaf nimani anglatadi? Avvalambor hammasiga alhamdulillah deymiz aka. Ikkita qizildan keyin ham biz to'xtab qolmadik aka. Biz vatanimiz uchun kurashdik oxirgacha. Mana shu yerda shuncha kelgan muxlislar uchun aka. Trenerlarimiz shuncha mehnat qilyapti. Hammasini oqladik deb o'ylayman aka. Keyingi savol, bugun siz o'yinda o'sha g'alaba goli deyiladi, o'yindagi eng oxirgi golni kiritdingiz. Bu kechada bunaqa sharoitdan keyin gol urish qanaqa hissiyot beradi sizga? Nima vaziyat bo'ldi o'zi yerda? Ichimdan nima o'tganini to'g'risi o'zim ham bilmayman. Hammasiga alhamdulillah aka, bo'ldi. Boshqa gapim yo'q. Muxlislar uchun rahmat, hammasiga bizni qo'llab-quvvatlaganlarga. Uni ko'zida yosh turibdi, meni ham ko'zimda yosh turibdi. Bular yig'latdi, kuldirdi, xursand qildi. Hamma emotsiya, o'zi futbol bu ancha qutqardi bizni. Oxirgi epizodni ayting, oxirgi epizodni to'pni ushlab olgandan keyin. Qoshni qoqqanini ayting. Dahshatli. Ketdi. Ne'matulloh. Ajoyib. Rahmat. Uni tarbiya qilganlarga, oilasi, ota-onasi, murabbiylari, barchaga rahmat. Hamma futbolchilarimizning ota-onasiga rahmat va dastlabki saboqlarni bergan murabbiylardan tortib shu darajaga yetkazganlargacha. Eng yaxshi darvozabon Ne'matulloh Rustamjonov. 100% munosib. Bugungi seyvlari bilan. Endi eng yaxshi to'pura. Va bu ham albatta buni hozirdan aytishimiz mumkin. Mana bu. Mana Asilbek Aliyev bugun u kerak bo'lsa himoyachi bo'lib o'ynashini ham namoyish etdi. Asilbek Aliyev. Mana 5 ta gol urdi. Zo'r jamoa, qarang. Hatto bugun 6-chisini ham urishi mumkin edi. Shunday. Darvozabon qaytarib qoldi-da. Tabriklaymiz Asilbekni. Olqishlab kuzatyapsiz, ishonaman. Bu yigitlarni eslab qoling. Va ishonamiz, ular o'z ustlarida ishlashda to'xtab qolishmaydi. Va yana keyingi qadamlarni tashlashadi. Kelajak ular. Endi mening taxminimcha Hasanov eng yaxshi futbolchi bo'lsa kerak. Ha, eng qiymatli futbolchi, eng muhim futbolchi. Eng foydali, eng muhim. Mana operatorlar taxmin qilyaptimi yo biladimi yo e'lon qilindimi, biz oldindan sezdik. O'sha pozitsiyada turibdi-da, mana o'rtada. Sadriddin Hasanov. Hani raqib kuzatishga majbur, ort planni qarang, raqib kuzatishga majbur. Hammasi bular, hammasi Kayfiyat a'lo. Ajoyib jamoa. Sadriddin Hasanov, Bunyodkor vakili. Qo'li ko'ksida. Barakalla. Bugungi super gol uchun, final uchun, butun turnir uchun, boya aytganimizdek barcha futbolchilarimizni. Ikkinchi finalchini demak hozir kuzatib qo'yamiz. Saudiya Arabiston. Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Muhammadali Musaxonov, Abubakir Shukurullayev, Azizbek Erembetov, Ne'matulloh Rustamjonov, Ibrohim oldi. O'zbekiston Osiyo chempioni! Do'stlar, birga ko'rdik. Muborak bo'lsin barchangizga. Tabriklaymiz. Chin dildan super turnir o'tkazishdi. Bir nafasda
birinchi turdan finalgacha yetib borishdi va finalda hamma yoqni portlatib tashlashdi emotsiyalar bilan. Mana shunday qo'lga kiritiladi chempionlik. Mana shunday yoziladi tarix. Mana shunday mardonavor tarzda bosib o'tiladi chempionlik yo'li. Hammaga